Salom, hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Jo'raxo'jazi. Bugun biz Telegramda kanal ochish usulini o'rganamiz. Ya'ni mana buni ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Yo'q bo'lib qoldi. Ya'ni mana qaytadan kirib chiqamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu. Ko'ryapsizlarmi? Shuni ustiga bosasizlar. Mana bosganingizda yangi kanal degan turibdi. Yangi kanal. Va shuni bosasizlar ustiga. Va kanalingizning nomini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Qo'yganingizdan keyin kanalingizni ochib yuborasizlar. Keyin bo'lsa mana kanalimga kirishlar, mana bunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi kanalimni ommaviy kanal ochishinglar kerak bo'ladi. Agar maxfiy kanal bo'lsa, u opsiyadan o'tish mumkin yoki bo'lmasam topolmaydi-da. Agar ommaviy kanal bo'lsa, ham opsiyani ham Telegramda yozsa ham chiqadi do'stlar. Mana kanal ochganman, mana ko'rishingiz mumkin. Albatta bunga ham obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Do'stlar, men sizlar Jo'raxo'jazi bo'ldim. Hammaga xayr. Do'stlar, obunalar qo'yinglar. 120 ta obunachi bo'ldik. Xayr.